Axir bu meni otam-ku. Rostdanmi? Men seni otang yaxshi tanidi. Biz u bilan do'st bo'lganmiz. Birga armiyada xizmat qilganmiz. Bizning otamiz qamalga tushib qolganda, seni otang o'z jonini qurbon qilib, bizning hayotimizni saqlab qolgan. Men qaytib kelib, uni oilasini topishga o'zimga va'da bergandim. Qaytib kelib ularni rost izladim, lekin uddala olmadim. Men ularni topa olmadim. Meni kechir do'stim. Sen ham meni kechir, o'g'limni qilgan qiliqlari uchun. Seni otang u dunyoda bo'lsa ham sen to'g'ri tarbiya olgansan. Men esa o'z o'g'limni majbur qilib tarbiya qildim. Hammasi joyida aka, siz aybdormasiz. Mayli o'g'lim, bu meni qarzim. Bu qarz meni bo'ynimda. Shunday bo'ldiki, men sizlarning oilalaringga 2 marta qarz bo'ldim. Taqdir bizni bekorga uchrashtirmadi. Alo, Baxti, anu yo'ldagi it esingdan moshtam tirnab ketgan kuryer bor-ku. Короче, o'sha hozirdan molda ustida o'tir. Uni kuzatib yurishing kerak. Mendan chiroyli salom berib qo'yasan.